Aytaman, bu usulda tuzlangan bodringlarni uy sharoitida qilib ko'rsangiz, umuman bozordan sotolmaydigan bo'lasiz. Nima qirsillashini qarang. Birinchi bo'lib bodringlarni yaxshilab yuvib olamiz va 2 soatga suvga oqizib qo'yamiz. 4 litr suvga 10 osh qoshiq to'la tuz solib, aralashtirib chetga olib qo'yamiz. 5 litrli baklajkaga xren barglari, quritilgan ukrop, chesnok, murch, lavroviy list, xohishga qarab 2-3 dona garim dori ham solishingiz mumkin. Bodringlarni shunaqa urib yig'ishni boshlaymiz. O'rtasiga yetganda birinchi qilingan protsessimizni yana qaytaramiz. Bodringni to'ldirib, 50 gram uzum sirkasi va tuzli suvimizni solib, krishkamizni yopamiz. 4 kun salqin joyga olib qo'yamiz. 4 kundan keyin bodringning suvi shunaqa xira rang bo'ladi. U suvni to'kib yuboramiz. Bodringlarimizni yaxshilab chayib yuboramiz. Yana yangi tuzli suv tayyorlab olamiz. Bu safar 4 litr suvga 3 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq уксус solib aralashtiramiz va baklajkamizni to'ldirib, qopqog'ini yopib, bemalol qishda saqlashimiz mumkin. Siz ham shu retsept orqali tayyorlab ko'ring va kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring.